Assalomu alaykum. Zohirdoniz kanalining qadrli obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun Xudo xolasa 17-may haftaning yakshanba kuni. Biz Namangan avtomobil bozorida turibmiz. Namangan avtomobil bozoridan labolar qatoridan chiroyli qilib videorolik tayyorladim. Ko'rasizlar, bittadan like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. Labo so'rab yurganlarga bizda Xudo xolasa kuzatib borayotganlarga kattakon rahmat. Like bosib, podishka qilib turgan aka-ukalarimizga kattakon rahmat. Labolar qatoridan chiroyli qilib videorolik tayyorladik. Xo'sh, reklama xizmatimiz tepa tomondagi nomerlar ishlab turibdi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, kelishib chiroyli qilib reklama qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Uydan turib texnikalaringizni sotaverasizlar. Mana bunaqa issiqda, kun qaynagan paytda bozorda yurmaysizlar, uylaringizdan turib texnikalaringizni sotish imkoniyati bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Biz videorolikimizni boshlaymiz. Xudo xolasa labolar qatoridan manfaatli, qiziqarli videorolik tayyorlanib degan umiddaman. Hali bo'lmasa boshlaymiz. Bugun 17-mayda biz Namangan avtomobil bozoridan labolar qatoridan chiroyli videorolikimizni boshlayapmiz. Qaysini egalari xohlaganlarni bitta-bitta qo'yib ko'rsatib ketaman, narx-navolar bilan tanishtirib ketaman. Biz mana shu 2022-yilda ishlab chiqarilgan zavodskiy labodan boshladik. Aka, nima kamchiligi bor mashinaning? Kamchiligi yo'q, tayyor binish. Yurgan probegi 120 ming. 120 ming. Oldilaridan dumalagan, kalta kiygan, 15 ham yo'q. qirilgan, silgan joyi yo'q. Balonlarni yumshoq balonlarni qo'yib qo'yibsiz. 4 ta yumshoq balon. Dokument tentli bortli, Dokument tentli bortli, 4 ta yumshoq balon. Motor ochilgan, ochilmaganmi? Shunisi so'ralamiz egalardan. Sizniki tirikchilik. Ko'rsatib yog' yemaydi ekan. Ko'rsatib oldingiz, yog' yemaydi. Ochilgan, ochilmaganligi noma'lum. Noma'lum. Endi kimdir qizdirib qo'ygan bo'lishi mumkin, kimdir liq qo'ygan bo'lishi mumkin. Shunaqa vaziyatda bilib olsak yaxshi bo'ladi. Xo'sh, mashinani mana shu holat o'rtoqlar, akalarimizga tirikchilik ekan. Bilasizlar, tirikchilikda ag'bagiga qarab mehr berib olib chiqiladi. 120 ming kirgan, yurgan masofasi. Aka, bu noma'lum emasmi? Aniq 120 ming yurgan, ha? Halol pok yurgan. Tent, bort hammasi bo'lgan, metallar qo'yilgan, ha? Propani bor ekan. Propanmi bu? Propan. Dokument bo'lgan, ha? Xo'sh, listlarni yangi qoplab qo'yibdi. Xudo xolasa mashinani ancha mehrlarni berib qo'yibdi. Aka, buni ichlarini listlarni sizlarga kelgandan keyin qilingan shekilli? Yo'q. Yuklanma, Holatda olin. shu holatda olingan. Shu holatda olingan. Necha pulga sotasiz endi aka buni? 67 kami bor aka. 6700. 6000 ag'bag'i bitadimi aka? Yo'q. Ozgina tushiramiz 6700 ga. 6,5 bilan 6 o'rtasi bitadi. Shunaqa. 6,5 ming deylik. Ha? 6500 dollar kami bor. Sunnatiga o'tib beriladi. Sunnatiga o'tib beriladi. Dokumentda gen beraveradi. Oluvchini xohishiga qarab. Oluvchini xohishiga qarab. Xohlagan hujjat bo'ladi. Xohlasa generalni, xohlasa oformit. Agarda o'rtoqlar imkoniyat bo'lsa, oformit qilib olsalaring ertangi kunga o'zlaringga yaxshi bo'ladi. Tenti kerak bo'lmasa tentini tushirib olamiz. Tentini tushirib ham narxi alohida bo'laveradi. Tenti kerak emas desalaring o'rtoqlar, tentini tushirib qolar ekanda alohida gaplashaveramiz deyapti. Narxi tushadi, 6,5 ming o'sha 6,5 ming deyapti, o'shandan narxi tushadi. O'sha tent hisobiga. Dokument tomonlama muammo yo'q, xudo xolasa yurib turibdi. Telefon nomer 93lik 93lik kodi bilan 270 02 02 40 42 02 42 telefon nomerlariga aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Mashinani o'zi asli qayerdagi aka? Chortoqlik. Namangan Chortoqda mashinasi ekan, o'zimizning mashina ekan. Bemalol aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Rahmat, bozoringizda ishim charchamang. Xo'p. Xudo xolasa o'rtoqlar mushaq qarab. Aka, buni yili necha ekan buni? 24. Narxchi 7000. Juda baland emasmi aka? Balonlari o'zini zavodsiz ekan, ha? Yurgani 8000. Yurgani kamroq ekan, ha? Lelonlar qilingan ekan, metallar qo'yib qo'yilgan, ha? Benzindami hali? Benzinda ruxsatnomalar olingan. Gazga, tentga ruxsatnomalar. Tentga, metanga, gebaga ruxsat berilgan, ha? Metalni qo'yib olib turib, qilaveradi, soqqani qilaveradi. Pulini necha pul dediki? 7000. 7000 kelishiladigan joyi bor. Sunnatiga o'tib beriladi baribir, ha? Telefon nomerni aytib ketamizmi? 93lik 927 48 47 nomerlariga aloqaga chiqsalaring. Mashina qayerdagi aka tagi? Sizniki tirikchilik, ha? Popnikimi? O'zimizni jin parda tursin. Tog'li joylardan, salqin joylardan ekanda, salqin joydagi qiynalyapti ekanda deydi. Rahmat. Imkon bo'lsa salqin joylarga ketsa yaxshi bo'ladi. Rahmat aka. Telefon nomerni aytdik-ku. Telefon nomeri aytildi o'rtoqlar. Bemalol aloqaga chiqib kelishaverasizlar. Juda to'liq barcha ma'lumotni olmadim. O'zaro kelishib sotib olaverasizlar. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Xo'sh, mana bu koreyskiy masjid ekan. Zavodskiy tayyorlangan labo ekan, o'shaning uchun ziqmadi, qiziqmadi.
Xo'sh. Qancha aka bu? 22 oltidan tushib beramiz. 22 oltidan tushib berasiz. Yurgani qancha? Yurgan 82. 82 ming yurgan. Bir kurik bo'lmabdi hali. Yo'q, yo'q. Motor ochilmaganmi hali? Sizniki tirikchilik. Akamizga tirikchilik ekan, yumshoq balonlar qo'yilgan ekan, ha? Bu zavodskoy ekan, ha? Buni guliga qaramabdi. Ha, yangi o'shan. Yangi o'zini holati. 82 ming yurgan dedik-ku. Pulini aka nasiya savdo yetmagan joyiga kelishadigan joylari bormi? Necha puli borga kelishaveramiz? Yarim puli borga. 3000 puli bo'lsa bo'ldi. 3000 pulingiz bo'lsa bitta labo bor ekan o'rtoqlar. Necha oygacha? 6 oygacha qo'yib beraveramiz. Yil oxirigacha. Yil oxirigacha qo'yib beraveramiz deyapti. Telefon nomerini aytib beramizmi? 93 403 00 93lik 403 00 25. 25 nomerlarga aloqa chiqishlaring o'rtoqlar. Qolgan ma'lumotlarni olib bemalol sotib olishlaring mumkin bo'ladi. Biz davom etamiz o'rtoqlar. Qo'limizdan kelgancha sekin bitta ko'rsatib boraman. Ma'qul bo'lgan. Aka buni yili necha ekan? 25 pulichi? 79. 7900 dollar so'rayapti o'rtoqlar. Juda qimmat emasmi bu? Narx-navolar juda bugun ko'tarilib qoldi. Nima bo'ldi bir ma'lumot olar. Xo'sh, bu aka yili necha ekan buni? 19. Assalomu alaykum. Pulichi? Bu 6000 kam bor dedi. 6000 kami bor deyapsiz. 6000 dollar kami bor ekan o'rtoqlar. 5,5 ahmoq bitadimi? 6000 dan ozini tushib beraman. 5,5 dan tevaroq. 5,5 dan teparoqda. Qancha yurib qo'ygan bu? 315 ming. 315 ming yurib qo'ygan. Toza deb aytib o'tyapti. Telefon nomer qoldirib ketamizmi? 90 90lik kodi bilan 553 553 20 70. 20 70 ha. Nomerlarga aloqaga chiqsalaring, aka dokumentda qanaqa bo'ladi? Olgan odam yugur qilmaydimi? Şeyda bitadi. Sheda notariusda bitadi, pul sanalaveradi. Notariusda bitadi, notariusda pul sanalaveradi deb aytib ketyapti. Dokument aka tentli bortli bo'lganmi, bortli o'zimi? Tentli bortlar. Tentli bortli qilingan ekan dokumentlari. Bu ham sizdanmi aka? Yili nechi buni? 2017. Bu sal eskiroqdan ekan, keyin kaltadan ekan bu. Kaltadan o'rtoqlar, shunga e'tibor beringlar. Bana bu. E'tibor beringlar, kalta bilan bu sal uzunroq bo'ladi bortda. 20 sm farq qiladi. 20 sm farq qiladi. 20 sm farq qiladi. 20 sm farq qilgani hisobiga zadimos ilgilari zadimoslari ancha baquvvatroq bo'ladi kaltaligini hisobiga o'rtoqlar. Aka buni pulini necha pul deyapsiz? Buni 5,5 ming. Baland emasmi? 143 ming yurgan. 5,5 ming deyapsizmi? 5 ag'baq bitadimi? Telefon nomer 90lik kodi bilan 553 20 70 nomerlarga aloqa qilsangiz ikkala labona bittasini kelishib sotib olaverasizlar. Bunisi kaltaroq, lekin narigilarga zavodga nisbatan sal baquvvatroq bo'ladi, uzoqroq yuradigan bo'ladi, baquvvatroq bo'ladi. Shu kaltaligini hisobiga. Xo'sh, shunaqa gaplar o'rtoqlar. Qo'limizdan kelgancha o'sha mana shu qatordan shunday kirganda birinchi qatordan tepaga qarab chiqib keldik. Qo'limizdan kelgancha bitta ikkita ularning ma'lumotlarini yetkazdirdik. Ikkinchi qatorga o'tib, ikkinchi qatordan ham Xudo xolasa chiroyli qilib pastga qarab o'tib ketaman. Ma'qul bo'lganini egalariga telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Sizlardan aka yili necha ekan? 10. Zavodskoy emasmi bu? Damazdan 40 tayyorlangan. Odamni chalg'itib qo'yadi o'rtoqlar. Zavodskoy bilan pashti birga bir qilib qo'yapti ustalar. Puli necha pul ekan aka? 4600 ozgina tushib. 4600 ozgina tushib beriladi. Baribir hamma xarajatni qilib chiqqansiz. Tayyor mashina. Rasxod qilinmaydi, faqat olib turib minadi deb aytib ketyapti. Pulini 4600 ozgina tushib. 4000 ag'baq bitadimi aka? Yo'q, 4300 qilishni bermaydi. 4300 ga bermayapsiz. 4600 da ag'baq sunnatiga o'tib berilar ekanda. Telefon nomerini ayting. 99 lik kodi bilan 790 39 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Borti tent bort bo'lganmi bu? Bortli. Tentga bo'linmagan, ha? Bo'lgan hammasi. Tentga bo'lganmi? Tentga bo'lgan ekan. Buni yili necha? Bu zavodskoy emas bu, ama Damazlar bu 2019-yil Damazni 40 tayyorlagan ekan, tentli bortga qilib qo'ygan ekan. Balonlar zavodskiy Damazning baloni, labolarda o'zini zavodskiy baloni. Yurgani 124 ming yurgan mashina ekan. Mana shu holati. Tent bort qilingan, zavodskiy laboni bort qo'yilgan orqasiga
Mana shu holati. Buni zapaskalargacha bor, metan bor, geba bor. Tunkasigacha qilib qo'yilgan. Tunikasigacha qilib qo'yilgan. Bular ham tunikalardan qilingan ekan. Shunga qilinmagan hech. Shunga qilinganmi? Bu rishetka zavodskoy yig'ishtiriladigandan ekan, ha? Xudo xolasa. Buni pulini necha pul deymiz? 5,5 ming o't beramiz. Buncha ko'tarib yubordingiz. Zavodskoy narxini aytib olyapsiz, o'sha. Kelishtirib beramiz. Telefon Sal qilsa yaqinroq qilib aytavering. Telefon bo'lish tezroq bo'ladi, sotilish tezroq bo'ladi. 100 dollar ag'bag' qiling. 5200 o't beramiz. 5000 tekisga ketaveradi. Ha, ag'bag. 5000 ag'bag' kelishaveradi. O'rtoqlar, bozorda aytilgan narxdan обязательно tushib beriladi. Sizlar o'ylamanglar, baland Namangan mashina bozori qimmat, baland demasdan, bemalol telefon qilib kelishib sotib olaverasizlar. Zapaska balonlarigacha zavod bilan birga-bir qilib qo'yibsiz, aka buni. Xudo xolis zavod bilan birga-bir qilib qo'yganman debdi. Zapaska balonlari bor. Telefon nomerni yana bir bor aytib 99 lik kodi bilan 790 39 nomerlariga aloqaga chiqib bemalol kelishib sotib olaverasizlar. Rahmat aka, charchamang. Xo'sh, zavodskoylar ichida Damas labolarni ham ko'rsatib qo'ydim. Diqqat bilan, e'tibor bilan ko'rasizlar. Albatta aka. Yili necha buni? 2015. Damasdan 40 tayyorlangan. Damasdan 40 tayyorlangan. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Damasdan 40 tayyorlangan. Baribir hamma joyni sozlab chiqqansiz. So'z aka. Rama usulini qilingan. Metan bor. Buni mashinani aka to'g'risini aytaylik, ag'nagan, dumalagan mashina emasmi? Butun mashina. Ishlar radnoy. Aha. Stokan ichlari, narigi tomon stokan ichlari, manelar hamma yo'q radnoy. Короче, ana shundan bag'i radnoy o'zini holati. 2000 Bordani bo'yalgan. oldi, borda endi nariyalar qilgan sababga polasi tushib bo'lgan. Atak haliga bir joyga tushib ketgan, dumalagan qishib garantiya balonlichlarni zigzaglarni ko'rsataylik. Zigzaglarni ko'rib, hamma joylarni tekshirib olaverasizlar. Zavodskiy laboni Damasda o'zini balonni qo'yib qo'yibdi. Pulini aytsak, pulini yaqinroq qilib, xalq qo'rqitmasdan, so'kitmasdan yaqin Xudo xolasa duo qilib minadigan mashina aka. Urilib, qaltayib bo'lgan. narxini ham duo qilsin-da. Xudo xolasa. Nechi pul? Kelishamiz aka. 4,5 ming kami bormi? Yo'q, aka. 15 ku bu. Endi zavodskoylardan 4,5 5 ming deyapti, 15larni. Nechi pul deymiz? Bular aka xizmat qilmagani, ular xizmat qilib charchab olgan mashinalar. Nechi pul deymiz? Buni aka sizdan kelsa 48 kam bor aka. 4800 kelishiladigan joyi bor. Ozgina sunnatga o'tib beriladi. O'tib beriladi aka. Akamiz 5000 demadi yoki 5200 demadi, 4800 dedi. Ozgina sunnatga o'tib beraman deyapti. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dokumentda muammo bo'lmaydimi? Sizdan olib turib Sirdaryoga qarab, Aka, o'zim nomimda, O'z nomingizda. generalni deysa generalni, оформить deysa оформить. oformat general degan. O'zim nomimda, hech qayerga yugurlattirmayman. Yugur bo'lmaydi. Notar topib sanaveradi. Telefon nomer 91lik 91lik 357 357 44 94. 44 94 nomerlariga aloqaga chiqib bemalol kelishib sotib olishlari mumkin bo'ladi. Mashina hozirgi kunda Namangan avtomobil bozorida turibdi. Rahmat aka. Bozoringiz bersin. Xo'sh, o'rtoqlar, 2011-yil ishlab chiqarilgan Labodan biz boshlayapmiz o'rtoqlar. Davom etamiz. 2011-yil endi o'zingiz minib kelganman dedingiz buni. Xudo xolasa butun mashina minib kelgansizlar. Butun. Qirqilgan yoki urilgan mashina minib kelmagansiz. Uzoq yo'ldan Xorazmdan kelgan ekan. Xorazmda mehnat qilgan. Domla mingan deyapsiz. Mehnat qilganda baribir. Endi bu yerda xudo xolasa vodiyga kelib, mol qo'yib bitta stroy magazinga, stroy ishga ishlasa bo'laveradi. Zavodskiy laboni balonlari turibdi ekan. Motorda xarajat Yo'q, umuman xarajat chiqqan. Ramuslina qilinganmi ekan? Ramuslina qilingan. Ramuponni usulida qilingan. Dokument gen chiqaradi. Gen chiqqan o'g'lis afon to'g'ri. Gen chiqaradi o'rtoqlar. Holati bitta labo, mana shu holat o'rtoqlar. Labo salon chexollarda qilgan, hamma joylarni sozlab qo'ygan, 220 ming yurgan probegi ekan. Xo'sh, bortlarda, tentlarni qilib, chiroyli qilib, tunikalarni qilib qo'yibdi. Xudo xolasa olib turib, chiroyli qilib maza qilib minib yursalaring bo'ladigan mashina ekan. Aka, buni narxini necha pul deymiz? Yaqin 4700 kami bor aka. 4700 emas, 4,5 ming desak-chi. Ozgina sunnatiga o'tib bersangiz. Ha, ozgina o'tib beramiz. 4,5 ming ozgina sunnatiga o'tib beriladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerini aytib ketaylik. 77 lik kodi bilan 190 22-24 nomerlariga aloqaga chiqib bemalol kelishib sotib olishlaring mumkin bo'ladi. Albatta bitta mutaxassisni olib kelib ko'rib tekshirib olsangiz, ertangi kunga ko'rsatib olsangiz, ertangi kunga dilxiralik bo'lmaydi-da. Sen u degansan, bu degansan degan ish bo'lmaydi. Rahmat aka, bozoringiz bersin, charchamang. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, labolar qatorida ob-havo juda issiqlik sababli o'rtoqlar telefonlar qizib,
Даже o'chib qolyapti. Labolar qatoridan qo'ldan kelgancha tap videoga olib ketyapman. Sotildimi bu tog'a? Sotilmadi hali. Xo'sh, sotilgan bo'lganda ma'lumotni aytib ketaylik dedim-da. Ha, bo'ldi. Xudo xolasa, labolarni chiroyli qilib syomka qilyapmiz o'rtoqlar. Imkon qadar zavodskoy bo'lsa, zavodskoyni chiroyli qilib qilishga harakat qilamiz, lekin zavodskoy juda kam o'rtoqlar. Juda kam zavodskoylar. Kun issiqligi sababli ko'pchilik soyada, arqada o'tiribdi, o'shaning uchun bezovta qilmaylik o'tirmaganlarni syomka qilib ketaveramiz. Akeli necha ekan buni? 2010 zavodskoy emas, qilgan bu. Pulichi? 4,5 ming. 4 ming avval bitib ketaveradi. 4 ming avval bitsa 4,5 ming demang, 4300 deylik shuni. Telefon nomerini ayting. 77lik kodi bilan 157 90 92. Xalqni qo'rqitmaylik. Ozgina o'tib beraylik, tezroq sotaylik. Mashina dokumentdan muammo bo'lmaydimi? Oformit qilaveradi, generalni ham beraverasiz. Yo'q, generalni faqat oformit. Ramalar usulini qilib, chiroyli qilingan, hamma yog'i bo'lgan. Buni yili necha ekan sizdanmi bu? 21. Zavodskoy. Yili Damasdan qilgan. 2021 Damazlar qilib yuboryapsizlarmi? Butun mashina bo'lganmi yoki kaltak-paltak? Arkasida kaltak. Oldi butun. Yonboshlagan holatiga labo qilinib yuborgan. 2021. Yurgani endi qancha o'zida qoldi. Zavodskoy holati, probegi halol. 120 ming yurgan labon qirqqan ekan, Damas qirqqan ekan, yumshoq balonlari bor ekan. Dokument qanaqa bo'ladi? Haqqarab yurmaydi. Generalni beraverasiz. Oformlani ham bo'laveradi, generalni ham beraveradi. Dokument tent bort bo'lganmi yoki bort o'zimi? Tent bort bo'lgan, ha? Dokument tent bort bo'lgan ekan, mashinaning holati, yurib turgan holati, ramalarda baribir usulini qilib, taqvat qilgansiz. Pulini necha pul deymiz, necha pulga beramiz? Qo'rqitmasdan shu 100 dollar ag'bag'i 5300 baribir 5000 desangiz ham sotishchi planni aytsangiz ham baribir o'tib ber deydi-da. 100 dollar ag'bag'i qilib aytaylik, tezroq sotilib ketsin. 5000? 5100. 5000 to'ppa-to'g'ri qilaylik. Hozir sunnatiga o'tib bering. Ha, o'tib beramiz. 5000 sunnatiga o'tib beriladi. 5000 albatta kelishasizlar. Bitta mutaxassisni olib kelib, ko'rib tekshirib olsalar, maqsadga muvofiq bo'ladi o'rtoqlar. Telefon nomer 93lik kodi bilan 491 0017 nomerlariga aloqaga chiqib bemalol kelishib sotib olaverasizlar. Salon holatlarini bitta ko'rsatib qo'ying deyapti, lekin o'sha Damas bu bag'i elektronik qilingan ekan, pulut qilingan ekan. O'shani salonlarda olib qo'ying degansiz, ha? Men oddiy labo deb o'ylabman-da, elektronika qilib, oynalarda pultda ko'tariladigan qilib, hamma joyini qilib qo'ygan ekan. Metan geba urilgan. Ha, bor. Geba bor. Mana shu holati mashinani bemalol mutaxassis olib kelib, bemalol ko'rib olishingiz mumkin. O'sha vohani mashinasi ekan, vodiyda hozir turibdi, Namangan mashina bozorida turibdi. Xo'sh, rahmat akalar, charchamanglar. Xo'sh, bularning egalari yo'q, bular dam olyapti, o'rtoqlar. Menimcha videorolikimiz yakunlasak bo'laveradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videorolikni diqqat bilan ko'rib, videoroliklarni foydali qilgan aka-ukalarimizga kattakon rahmat.